Osmonga bulut tarqala boshladi azizlar. Salafonchi akalarimizni sezoni boshlandi. Xullas adres tushuntirib o'taman. Juma dehqon bozori, noschilar bu tarafda. Xullas o'rta darvozadan shunday kirasiz, chap qo'lda akamiz sizga tavsiya qilib qolamiz. Telefon nomerlarini pastga qadab o'tamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Hormang. Sezon charchatmayaptimi? Aka, endi hammaga qiziqda, salafon narxlari necha pul bo'lyapti? 2000 dan boshlab yuqoriga ketaveradi. Eni 3 metrdan 12 metrgacha. Plankasiga qarab. 2000 dan boshlab u yoqqa ketaveradi. Qalinligi? Qalinligi 02 dan 012 gacha. 02 dan 012 gacha. Do'stlar, bemalol kelaverasizlar. Akamiz nomerini ham shunday pastga to'g'ridan-to'g'ri qadab o'taman. Eni 3 metrdan 12 metrga. 3 metrdan 12 metrgacha yaxlit uzilmasdan qilib bera olasiz aka. Qancha metr bo'lsa farqi yo'q. Dastavka ham bor-a? Dastavka ham bor, ko'p bo'lsa. Bemalol akalar o'tirgan holatda uylaringizdan turib murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlarini shunga shunday qadab o'tamiz. Mana shu pastdagi nomerlarga bemalol bog'lanaverasizlar. Ayni vaqtda azizlar, o'zi osmonga ham e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bugungi sana bo'yicha 28-oktyabr bo'yicha ancha-muncha bulutli kunlar boshlandi o'zi. Telefon raqamlari pastda.